Bugun yangi kuxnyamiz yana bir chiroyli rangda egasiga joylashtirib berdik. Polni mexanizmi original. Vakuumli qo'yilgan. Tortmalari ham mexanizmlari vakuumli, qimmati o'zi tortib oladi. Bu yerda moykani qimmat varianti full moyka. Sabz taxtasi. Bu ikkita setkasi. Setkasi bu. Yuviladigan. Bu yerda full moykamiz 5 ta krandan iborat. Bitta kran knopka bilan boshqariladi. Bu issiq-sovuq regirovka suv. Ikkinchi kran, bu glavniy 3-kran. Buni bemalol bunday tortib, u yoq bu yoq aylantirib yuvsangiz bo'ladi. O'zi qo'yib o'rganda tortib ketadi bu. Bular ham 3-kran, bu 4-kran, bu stakan yuvadigan 5-kran. Bu Feri idish yuvish geli solib qo'yiladi ichiga. Ichida bunaqa idishchasi bor. Idishchasi bor. Bu yerda usta santexnik sinovka qiladi. Bu musor, отход suv chiqib ketadigan nimasi. Bu suvni datchik nima qilib sezadigan datchiki bor. Suv oshadigan payt o'zi avtomatik suvni yopadi. Keyin bu yerda bular ham knopka bilan boshqariladi. Keyin kuxnyani tepa qismiga o'tsak, bu yerda sushilka, tarelka, tovuqlarni yuvib bemalol ilib qo'yiladi. Bu yoqqa ortiqcha suvlar tushib yig'ilib qoladi. Buni olib bemalol to'kib tashlaydilar. Bular ham polni vakuum, dastlari qimmat high-tech variant qo'yilgan. Mexanizmlari polni vakuum qo'yilgan. Bu yerda ham bu yoq dimoxod joyi, dimoxod o'rnatiladi. Keyinchalik u taxtalarni olib bu yoq kafil qilinadi o'sa. Bu yoq dimoxod chiqarib yuboriladi. Bu yerda moymi, feri qo'yilsa ham bo'ladi. Bu yerda ortiqcha latta, peri, idish boshqa narsalarni joylashtirib qo'ysa bo'ladi. Bu yoq gaz joyi. Kuxnyamizning rangi italyanskiy mramor, Karlin deyiladi. Polni mexanizmlari yaxshisi originaldan qo'yilgan.